Mana shaharni ko'ryapsizlarmi, ko'rinib turishini. Yunusobod 13-kvartalga kelganmiz. Novostroyka ikkatdan 2 xonali xonadonimizga chiqyapti. Shunaqa terassali 11-etaj, 11 etajli domimiz bo'ladi. Terassasini o'zi juda katta keng qilingan ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bu yoqda nadivnoy kravatlar ham qo'yib qo'yishgan ekan uygilari. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan kech payt. Juda zo'r ekan terassasini o'zi ham bir 40 mi 50 kvadratli katta. Bu yoqda shahar shunday ko'rinib turibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizdan ichiga o'tamiz. Ichki qismi ham juda chiroyli qilib remont qilib qo'ygan. Hop, bu yoqimizni zal kuxnya как bitta qilib qo'yishgan, yevropeyskiy qilib. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda mebel, texnika, hamma narsa bor ekan. Hop, chap qo'limizda spalni xonamiz bor. Spalnisi ham mana bu yoqdan ham vxodi bor. Terrasaga chiqsa bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqdan kerakli hamma narsalar bor. Uyimizdan 82 kvadrat. Juda katta keng televizorlar ham juda kattalarni qo'yib qo'yishgan ekan. Remontlari vashchi zo'r qilib qo'yilgan. Hop, bu yog'imizda to'g'rimizda podyezddan asosiy kirishligimiz bor. Kirganimizda mana o'zini mana bu stroyli mebellarni qilib qo'yishgan. Tualet vannasi bitta qilib. Budlar ham juda katta keng ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, uyimizdan narxi kelamiz. Narxini 118 ming deb so'rashyapti. Sunnatiga yozib beramiz deyishdi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsanglar bo'ladi. Silka profilimizda bor.